17-kvartal Navdar Novostroykamizning 5-qavatidan chiqqan 2 xonali yangi remontli kvartirani video obzorini qilgan kelganmiz. Novostroykamizning hovlilarini ko'rishingiz mumkin. Zetki plashadkalari bor, mashina qo'yish uchun hovlida joylari bor, podvolda ham joylari bor. O'zini ko'rinishi juda ham chiroyli va akkuratli Novostroyka. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman ketdik. Xonadorimizga keladigan bo'lsak, 5-qavatda joylashgan 62 kvadrat metr umumiy maydonga ega xonalari razdельный. Sanuzelimizga keladigan bo'lsak, совмещенный holda. Kattagina zalimizning ko'rinishi. Mягкий mebeldan tashqari qolgan hamma narsalar qo'yilgan. Uni yonida spalnya, kattalar yotoq xonasi. Ko'rishingiz mumkin, spalnya garniturlar ham to'liq, shkaflar ham o'rnatilgan. Va bu tarafimizda kuxnya joylashgan. Stol stullari, холодильник, duxovka, gaz plita, вытяжка, hamma kerakli bo'ladigan narsalar bor va o'zini двухконтурный kotyollar ham o'rnatib qo'yilgan. Oxirgi ko'rsatib o'tadigan joyim sanuzelimiz. Совмещенный sanuzel. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyada o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringiz uchun bo'lsa rahmat.